Salom, qadrli tomoshabinlar. Agar siz pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz yoki allaqachon pensioner bo'lsangiz, bu video siz uchun hayotiy muhimdir. Chunki bugun men sizga hech kim aytmaydigan, lekin har biringiz bilishingiz shart bo'lgan haqiqatlarni ochib beraman. Sizni qattiq ogohlantirmoqchiman. Eng yomoniga tayyor turing. Bu ogohlantirish emas, bu haqiqat. Bu ma'lumot har biringizga taalluqli. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Hozirgi kunda pensiyaga oid vaziyat shu qadar tez o'zgarmoqdaki, eski qoidalar endi ish bermayapti. Bu video sizning kelajagingizni qanday ta'minlashingiz kerakligi haqida chuqur tushuncha beradi. Kanalimga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar boshqa insonlarga ham yetib borishga yordam beradi. Qadrli do'stlar, keling. Avvalo muammoning ildiziga nazar solaylik. Avvalgi davrlarda pensiya tizimi qanday edi? Ko'pchilik uchun, ayniqsa sobiq ittifoq davrida ishlagan avlod uchun pensiya degani davlat g'amxo'rligining mustahkam kafolati edi. Ish staji to'plangan bo'lsa, ma'lum bir yoshga yetgandan so'ng pensiya tayinlanishi aniq edi va ko'pincha bu mablag' yashash uchun yetarli hisoblanardi. Odamlar o'z ish joylarida o'nlab yillar davomida tinimsiz mehnat qilib, kelajakda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishlariga to'liq ishonch bilan yashashardi. Ishonch darajasi shunchalik yuqori ediki, aksariyat fuqarolar qo'shimcha jamg'armalar yig'ish yoki o'z-o'zidan mustaqil moliyaviy xavfsizlik choralarini ko'rish haqida kamdan kam o'ylashardi. Ularning tasavvurida pensiya o'z-o'zidan keladigan, hech qanday qo'shimcha tashvishlarsiz hayotni davom ettirishga yetarli bo'ladigan barqaror daromad manbai edi. Shuning uchun ko'plab keksa avlod vakillari shaxsiy jamg'armalarga, turli investitsiyalarga yoki boshqa moliyaviy vositalarga e'tibor bermaganlar. Ularning fikricha, davlat bu masalani to'liq nazorat qilib, pensiya ta'minotini kafolatlaydi. Bu oddiy va tushunarli tizim edi. Mehnat qildingizmi, munosib pensiya olasiz. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgargan. Bugungi kunda jahon iqtisodiyoti sharoitida tezkor inflyatsiya, demografik o'zgarishlar va global siyosiy beqarorlik sharoitida pensiya tizimlari oldida yangi jiddiy qiyinchiliklar turibdi. Avvalgi barqarorlik afsuski orqada qoldi. Endi pensiya miqdori nafaqat mehnat staji va maoshga bog'liq, balki iqtisodiy o'zgarishlarga, davlat byudjetining holatiga va hatto xalqaro munosabatlardagi vaziyatga ham bog'liq bo'lib qolgan. Ayniqsa eng ko'p ta'sir qiladigan omillardan biri bu inflyatsiyadir. Sizning bugungi pensiya pulingiz ertaga xuddi shu miqdorda bozor qiymatini saqlab qolish kafolatlanmaydi. Oddiy misol, 5 yil oldin 20 million so'mga siz katta savat oziq-ovqat va ba'zi uy ro'zg'or buyumlarini xarid qilishingiz mumkin edi. Bugun esa o'sha 20 million so'mga faqatgina eng zarur mahsulotlarni zo'rg'a sotib olasiz, ayrim hollarda esa hatto bunga ham yetarli bo'lmaydi. Bu esa pensiya tizimining nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatdan ham o'zgarib borayotganini ko'rsatadi. Eski avlodning davlat o'z fuqarosini tashlab qo'ymaydi degan ishonchi afsuski zamonaviy sharoitda o'z kuchini yo'qotmoqda. Hozirgi sharoitda har bir fuqaro o'zining kelajakdagi moliyaviy ahvoli uchun shaxsan mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi shart. Davlatning roli faqatgina ma'lum bir bazaviy ta'minotni berish bilan cheklanib qolmoqda. Qolgan hamma narsa sizning shaxsiy harakatlaringizga bog'liq. Keling, endi eng muhim savollarga javob topaylik. Kim tashvishlanishi kerak va kimga bu borada biroz tinchroq bo'lish mumkin? Birinchidan, kimlar qattiq tashvishlanishi kerak? Agar sizning ish stajingiz minimal darajada bo'lsa yoki umuman yo'q bo'lsa, shuningdek, agar siz umringiz davomida norasmiy sektorda ishlagan bo'lsangiz, juda og'ir ahvolga tushishingiz mumkin. Davlat pensiya tizimi rasmiy ish staji va to'langan ijtimoiy to'lovlar asosida ishlaydi. Agar sizda bu asoslar yo'q bo'lsa, pensiya miqdoringiz minimal darajada bo'ladi. Bu esa hayotiy ehtiyojlaringizni qoplashga mutlaqo yetmasligi mumkin. Odatda minimal pensiya nafaqat juda kam, balki faqatgina eng asosiy oziq-ovqat va kommunal to'lovlarni zo'rg'a qoplashga yetadi. Boshqa har qanday xarajatlar, jumladan dorilar yoki kiyim-kechak uchun mablag' qolmaydi. Misol, Oysha opa 60 yoshda, umrining katta qismini uy bekasi sifatida o'tkazgan. Bir necha yil rasmiy ish staji bor, ammo bu minimal talablarga zo'rg'a yetadi. Uning pensiyasi bugungi kunda 8 ming so'm atrofida. Oysha opaning o'zi birinchi guruh nogironlari har oyda doimiy dorilarga kamida 400 ming so'm sarflaydi. Bo'lgan. Qolgan 400 ming so'm bilan esa kommunal to'lovlar, gaz, svet, suv, chiqindi va oziq-ovqatni qoplashga majbur. Tasavvur qiling, qanday qilib bu mablag' bilan bir oy yashash mumkin. Bu shunchaki yashab qolish, hayotdan zavq olish emas.
har bir tiyinni tejashga majbur bo'ladi. O'zini istagan birorta narsadan mahrum qiladi. Ikkinchidan, sog'lig'i yomon bo'lganlar va doimiy tibbiy xizmatga muhtojlar. Davlat sog'liqni saqlash tizimi ma'lum xizmatlarni bepul taqdim etsa-da, ko'pchilik holatlarda sifatli davolanish yoki qimmatbaho dorilarni sotib olish uchun shaxsiy mablag'lar talab qilinadi. Agar sizda qo'shimcha jamg'armalar bo'lmasa va pensiya daromadi faqat oziq ovqatga yetsa, sog'liq muammolari sizni butunlay qashshoqlikka olib kelishi mumkin. Misol 2 Ahmad aka 65 yoshda uzoq yillar qurilish sohasida ishlagan, lekin ishi og'ir bo'lgani uchun sog'lig'i yomonlashgan. Uning pensiyasi 1.200.000 so'm. Unga har oy qon bosimini nazorat qiluvchi va yurak dorilari uchun kamida 300.000 so'm kerak bo'ladi. Uning rafiqasi ham pensioner, lekin u ham o'ziga xos sog'liq muammolariga ega. Ularning ikkita pensiyasi birgalikda taxminan 2.200.000 so'm. Bu pulga ular kommunal to'lovlarni to'laydi, dorilar sotib oladi va qolgani bilan oziq-ovqatga yetishi kerak. Yangi kiyim-kechak, uyni ta'mirlash yoki biron bir mehmondorchilik haqida gapirishga hojat yo'q. Ular har doim puldan qiynalishadi. Farzandlarining yordamiga umid qilishadi. Ammo farzandlarning ham o'z oilalari, o'z muammolari bor. Uchinchidan, faqat davlat pensiyasiga to'liq bog'liq bo'lganlar. Agar sizda qo'shimcha daromad manbalari, masalan, shaxsiy jamg'armalar, ijara daromadi, kichik biznes yoki farzandlarning doimiy yordami bo'lmasa, har qanday kutilmagan vaziyat sizni chuqur moliyaviy inqirozga olib kelishi mumkin. Inflyatsiya doimiy ravishda pensiya pulingizning xarid qobiliyatini pasaytirib boradi. Bugungi 1 million so'm bir necha yildan keyin xuddi shu miqdorda qolsa ham ancha kamroq mahsulot sotib oladi. Misol 3 Dilfuza opa 13 yoshda 3 yildan ortiq o'qituvchi bo'lib ishlagan, pensiyasi 1.300.000 so'm. Uning farzandlari chet elda ishlaydi, lekin ularning yordami doimiy emas va Dilfuza opa o'zi ham ularga yuk bo'lishni istamaydi. U faqat o'z pensiyasiga tayanadi. Kutilmaganda uning muzlatkichi buzilib qoldi. Yangi muzlatkich sotib olish uchun pensiyasidan yig'ishga harakat qildi. Ammo u har oyda faqat 200.000 so'mni tejay oldi. Bir necha oy davomida u buzilgan muzlatkich bilan yashashga majbur bo'ldi, chunki bir yo'la katta mablag' topa olmadi. Bu shunchaki bitta misol, ammo bunday vaziyatlar har kuni yuz berishi mumkin. Endi esa kimlar biroz tinchroq bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqaylik. Birinchidan, yetarli shaxsiy jamg'armalarga ega bo'lganlar. Agar siz pensiyaga chiqishdan oldin muntazam ravishda pul jamg'arib borgan bo'lsangiz yoki moliyaviy vositalarga sarmoya kiritgan bo'lsangiz, masalan, bank depozitlari, qimmatli qog'ozlar, ko'chmas mulk, sizning ahvolingiz ancha yaxshi bo'ladi. Bunday jamg'armalar sizga kutilmagan xarajatlarni qoplashda va inflyatsiya ta'sirini yumshatishda yordam beradi. Ikkinchidan, diversifikatsiyalangan daromad manbalariga ega bo'lganlar. Agar sizning pensiyangizdan tashqari boshqa doimiy daromad manbalaringiz bo'lsa, masalan, ijara daromadi, kichik biznesdan tushadigan foyda, farzandlardan muntazam yordam yoki hatto ba'zi joylarda yarim stavkada ishlash imkoniyati bo'lsa, sizning moliyaviy barqarorligingiz ancha yuqori bo'ladi. Bu sizga moliyaviy zarbalarni yengishga va hayot sifatini saqlab qolishga yordam beradi. Uchinchidan, sog'lom turmush tarzini olib boradigan va oilaviy qo'llab-quvvatlashga ega bo'lganlar. Sog'liq bu bebo boylik. Agar siz pensiya davrida ham sog'lom bo'lsangiz va doimiy tibbiy xizmatlarga kamroq ehtiyoj sezsangiz, moliyaviy yukingiz ancha yengil bo'ladi. Bundan tashqari, agar sizning farzandlaringiz yoki boshqa yaqinlaringiz moliyaviy va ma'naviy yordam ko'rsatishga qodir bo'lsa, bu ham sizning xavfsizligingizni oshiradi. Albatta, bunga to'liq tayanmaslik kerak, lekin bu muhim omil. Yodingizda bo'lsin, hozirgi zamonda eng yomoniga tayyor turish degani bu faqatgina eng kam pensiya olish emas. Bu pensiya tizimining doimiy ravishda o'zgarib borishi, inflyatsiya darajasining kutilmagan o'sishi, tibbiy xizmatlarning qimmatlashishi va umuman iqtisodiy beqarorlik sharoitida o'z moliyaviy mustaqilligini saqlab qolish uchun doimiy ravishda harakat qilish demakdir. Endi esa ko'pchilik bilmaydigan pensiya tizimidagi ba'zi bir noaniq jihatlar, tuzoqlar va istisnolar haqida gaplashaylik. Ko'pincha odamlar faqat umumiy qoidalarni bilishadi, ammo bu tizimda juda ko'p nuanslar mavjud bo'lib, ular sizning pensiya miqdoringizga yoki uni olish tartibiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchidan, pensiya hisoblashdagi murakkabliklar. Sizning pensiyangiz shunchaki ish staji yillariga va oxirgi maoshingizga qarab belgilanmaydi.
pensiyani hisoblashda ish stajining davomiyligi, to'langan ijtimoiy to'lovlar miqdori, eng yaxshi maosh olgan 5 yilning o'rtacha ko'rsatkichi kabi omillar hisobga olinadi. Ba'zan odamlar butun umr ishlagan bo'lsa ham, ularning pensiyasi kutilgandan ancha kam bo'lib chiqadi. Buning sababi ko'pincha ish beruvchilarning ijtimoiy to'lovlarni to'g'ri hisoblamasligi yoki ba'zi davrlarda sizning daromadingiz rasmiy hujjatlarda aks etmagan bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi bir kichik korxonalarda ish haqi konvertda bergan bo'lsa, bu davrlar pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Garchi siz u yerda haqiqatda mehnat qilgan bo'lsangiz ham. Bu holatda sizning ish stajingiz to'liq hisobga olinmaydi va pensiyangiz kamayadi. Bu juda katta tuzoq, chunki ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Ikkinchidan, ish stajini tasdiqlashdagi muammolar. Ba'zi insonlar, ayniqsa 90 yillarda ishlaganlar, mehnat daftarchalarida xato yozuvlar, muhrlarning aniq emasligi yoki hatto ayrim sahifalarining yo'qolishi kabi muammolarga duch kelishadi. Bu kabi kamchiliklar o'sha davrdagi ish stajini tasdiqlashda jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi. Agar siz pensiyaga chiqish arafasida bu muammoga duch kelsangiz, o'sha davrda ishlagan tashkilotingizni topib, arxiv hujjatlarini qidirib topish va shu orqali ish stajini sud orqali tasdiqlashga majbur bo'lishingiz mumkin. Bu esa vaqt, asab va ba'zan mablag' talab qiladigan jarayon. Ba'zan ish beruvchi tashkilotlar tugatilgan bo'lsa, ish stajini tasdiqlash amalda imkonsiz bo'lib qoladi. Uchinchidan, ayrim toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar va istisnolar pensiya tizimida barcha uchun bir xil qoidalar qo'llanilavermaydi. Masalan, nogironligi bor shaxslar, urush qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, ba'zi bir kasblarda, masalan, qo'nchilar, xavfli ishlab chiqarishdagi ishchilar, ishlaganlar uchun pensiyaga chiqish yoshi pastroq bo'lishi yoki pensiya miqdori yuqoriroq bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi bir imtiyozli staj turlari mavjud bo'lib, ular 1 yil ishni 1,5 yoki 2 yil deb hisoblash imkonini beradi. Ammo bu imtiyozlar haqida hamma ham bilmaydi va ulardan foydalana olmaydi. Masalan, qishloq joylarda shifokor yoki o'qituvchi bo'lib ishlagan ayrim mutaxassislar uchun ham maxsus shartlar mavjud edi. Bu noaniq jihatlarni bilmaslik sizni munosib pensiya imtiyozlaridan mahrum qilishi mumkin. 4-dan, jamg'arib boriladigan pensiya tizimi va uning nuanslari. O'zbekistonda ham jamg'arib boriladigan pensiya tizimi mavjud bo'lib, unda fuqarolar o'z daromadlaridan ma'lum bir foizni shaxsiy hisob varaqlariga o'tkazishadi. Bu mablag'lar kelajakda sizning asosiy pensiyangizga qo'shimcha bo'lib xizmat qilishi kerak. Ammo ko'pchilik bu tizimni tushunmaydi. O'z hisob varagidagi mablag'lar qanday ko'payayotganini yoki umuman ko'payayotganini ham bilmaydi. Ba'zi hollarda inflyatsiya bu jamg'armalarning real qiymatini kamaytirib yuborishi mumkin. Sizning mablag'laringizni boshqaruvchi jamg'arma fondining samaradorligi ham muhim rol o'ynaydi. Bu fondlar qanday sarmoyalar kiritadi, qancha foyda keltiradi? Sizning mablag'laringiz xavfsizligi qanday ta'minlangan? Bu savollarga javob olishingiz zarur. Agar siz shaxsan bu masalaga qiziqmasangiz, jamg'armalaringiz potensial foydasini bo'y berishingiz yoki hatto ma'lum yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin. 5-dan, nafaqa va pensiya o'rtasidagi farq. Ko'pchilik bu ikki tushunchani chalkashtiradi. Pensiya bu mehnat staji va ijtimoiy to'lovlar asosida tayinlanadigan doimiy to'lov. Nafaqa esa bu turli ish himoya dasturlari doirasida, masalan, yoshga doir nogironlik bo'yicha boquvchisini yo'qotganlik holatida tayinlanadigan to'lov. Ba'zi hollarda agar siz pensiya olish uchun minimal talablarga javob bermasangiz, sizga nafaqa tayinlanishi mumkin. Ammo nafaqa miqdori odatda pensiya miqdoridan kamroq bo'ladi va uni olish shartlari ham boshqacha. Bu farqlarni tushunish sizning qanday turdagi moliyaviy yordamga haqli ekanligingizni aniqlashda muhimdir. 6-dan, pensiya olish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishdagi xatolar va kechikishlar. Pensiyaga chiqish arafasida hujjatlarni to'plash va ularni rasmiylashtirish jarayoni ancha murakkab bo'lishi mumkin. Eng kichik xato, masalan, familiyangizda bir harfning noto'g'ri yozilishi yoki mehnat daftarchasidagi sana xatosi ham hujjatlaringizni qaytarilishiga va jarayonning kechikishiga olib kelishi mumkin. Bu esa sizning pensiya olishni bir necha oyga kechiktirishi mumkin. Ayniqsa, tibbiy ko'rik xulosalari, arxivdan ma'lumotnomalar olish kabi jarayonlarda kechikishlar tez-tez uchraydi. Ko'rib turganingga, bizdek pensiya tizimi sirtidan ko'rinadigandan ancha murakkab va unda ko'plab suzilib yurgan tuzoqlar mavjud. Shu sababli passiv kutish o'rniga faol harakat qilish va barcha imkoniyatlarni o'rganish juda muhimdir.
Xo'sh, unda nima qilish kerak? Eng yomoniga tayyorlanish uchun aniq qadamlar qanday bo'ladi? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Bir, hozirgi ish stajingizni va ijtimoiy to'lovlaringizni tekshiring. Bu eng birinchi va muhim qadam. Pensiya fondi bo'limlariga yoki yagona darcha markazlariga murojaat qiling. Ulardan o'zingizning shaxsiy hisob varag'ingiz holati va to'langan ijtimoiy to'lovlar miqdori va rasmiy ish stajingiz haqida ma'lumot so'rang. Bu ma'lumotni muntazam ravishda hech bo'lmaganda har 5 yilda bir marta tekshirib boring. Agar mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar o'rtasida farq bo'lsa, darhol ish beruvchingiz bilan bog'lanib, bu xatoni tuzatishni talab qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon kechroq boshlansa, qiyinlashib boradi. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari, My.Doykugov.uz portali orqali ham dastlabki ma'lumotlarni olish mumkin. 2. Pensiyangizning taxminiy miqdorini hisoblating. Pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan sizning hozirgi ma'lumotlaringiz asosida pensiyangizning taxminiy miqdorini hisoblab berishni so'rang. Bu hisob kitoblar kelajakdagi moliyaviy ahvolingizni rejalashtirish uchun juda muhimdir. Agar hisoblangan summa sizning kutganingizdan ancha kam bo'lsa, sizda hali vaziyatni o'nglash uchun vaqt bo'ladi. Ehtimol, qo'shimcha ish staji to'plashingiz yoki boshqa daromad manbalarini izlashingiz kerak bo'ladi. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari. 3. Barcha zarur hujjatlaringizni tartibga soling. Pensiya rasmiylashtirish uchun juda ko'p hujjatlar talab qilinadi. Pasportingiz, mehnat daftarchangiz, diplomlaringiz, agar oliy ma'lumotga ega bo'lsangiz, nikoh guvohnomangiz, farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari kabi barcha hujjatlaringizning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ayniqsa, mehnat daftarchasidagi barcha yozuvlarning to'g'ri ekanligini, muhrlarning aniq bosilganligini va hech qanday xato yo'qligini tekshiring. Agar biron bir hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni qayta tiklash choralarini ko'ring. Nima qilish kerak? Hujjatlar ro'yxatini pensiya jamg'armasidan oling, barchasini jamlang, noto'g'rilarni to'g'rilang, yo'qolganlarni tiklashga harakat qiling. 4. Ijtimoiy yordam va imtiyozlar haqida ma'lumot to'plang. Sizning toifangizdagi fuqarolar uchun qanday qo'shimcha ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam turlari yoki imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun jamoat transportida mavjudligini o'rganing. Mahalla qo'mitasiga, ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qiling. Agar sizning oilangizda nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar yoki kam ta'minlangan oilalar bo'lsa, ular uchun ham maxsus dasturlar mavjud. Bu qo'shimcha yordam sizning byudjetingizga sezilarli yengillik olib kelishi mumkin. Qayerga borish kerak? Mahalla qo'mitalari, ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari. 5. Moliyaviy reja tuzing. Agar imkoningiz bo'lsa, pensiyaga chiqishdan oldin ham, chiqqaningizdan keyin ham qo'shimcha daromad manbalarini izlashga harakat qiling. Bu kichik biznes, uyda bajariladigan ishlar, ijara daromadi yoki hatto kichik hoppa orqali daromad topish bo'lishi mumkin. Eng muhimi, birgina pensiya daromadiga to'liq bog'lanib qolmaslik. Hatto oz miqdorda bo'lsa ham muntazam ravishda pul yig'ib borishga odatlaning. Bank depozitlari, qimmatli qog'ozlar yoki boshqa investitsiya vositalarini o'rganing. Lekin bu borada juda ehtiyot bo'ling va faqat ishonchli manbalarga murojaat qiling. Sog'lig'ingizga alohida e'tibor bering. Sog'lom turmush tarzi, muntazam tibbiy ko'riklar va profilaktika choralarini ko'rish kelajakda katta tibbiy xarajatlardan sizni qutqarishi mumkin. Pensiya yoshida sog'lik bu eng qimmatli resurs. Sport bilan shug'ullaning, to'g'ri ovqatlaning, yomon odatlardan voz keching. Yetit huquqiy maslahat oling. Agar pensiya masalasida biron bir tushunmovchiliklar, nizolar yoki murakkab vaziyatlar yuzaga kelsa, malakali yuristga murojaat qilishdan tortinmang. Pensiya qonunchiligi doimiy o'zgarib turadi va tajribali mutaxassis sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi mumkin. Ba'zan yuridik yordam orqali siz haqli bo'lgan pensiya miqdorini tiklash yoki oshirish mumkin. Qadrli tomoshabinlar, esda tuting, eng yomoniga tayyorlanish bu pessimizm emas, balki reallikni qabul qilish va o'z kelajagimiz uchun mas'uliyatni o'z zimmamizga olish demakdir. Bugungi kunda siz qilgan harakatlar ertaga sizning tinch va farovon keksayishingizning garovidir. Pensiya tizimi tobora murakkablashib bormoqda va har bir fuqaro o'z huquqlari va imkoniyatlarini yaxshi bilishi shart. Shuning uchun men sizni faol bo'lishga chaqiraman.
Bu video sizga foydali bo'lganiga umid qilaman. O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va pensiya haqidagi savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa insonlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero, bu yerda men sizga hayotiy muhim va amaliy maslahatlarni berishda davom etaman. Kelajagingiz o'z qo'lingizda. Unga befarq bo'lmang. Ko'rishguncha.